kimdir qattiq chin sevsangiz rashki bo'ladi-yu. Meni ham endi Alloh taolo yaxshilik qilsin, rashkim eng katta rashkim ahli ilmlarni ko'rasiz, sizdan ham ko'p Rasulullohni sevadigan insonlar borligini bilish, bu eng katta rashk bo'lsa kerak. Rasululloh sollallohu alayhi vasallamni, Alloh taoloni rashk qilaman-da. Ba'zida yig'lab namozlarimda ham aytaman, ey Allohim, juddayam men baxtsiz bo'lib ketyapman. Sababi seni mendan ham ko'proq yaxshi ko'radigan bandalaring bor. Rasulullohni mendan ham ko'p yaxshi ko'radigan ummatlari bor. Men rosa xafa bo'lib ketyapman. Hozir bu ishim bilan oldinga borsam, Rasulullohni ko'rsam, bu ish eng oxirida bo'lib qolsa, mendan ham ko'p Rasulullohga, senga bandalik, ummatlik vazifalarini qilgan insonlar bor deb rashkim keladi-da. Meni shunaqangi banda, shunaqangi ummat qilgan